Ya'ni ayoliga o'ta darajada hurmatsizlarcha muomala qiladigan, o'ta darajada qattiq tan jarohat yetkazadigan darajada qattiq tegayotganlar va muhtoj bo'lgan narsasini olib bermayotganlar va haligi rus tilida moralniy deydi-yu, moralniy ezadigan erlar ko'payib ketdi. Bizda buni yonmagan o'tin deydi. Yo yonib yonvormaydi, yo o'chib o'chivormaydi. Yonmagan o'tin deydi. Mashaligi bir joyga pasha kirib olib g'ing'illaveradi, topolmaysiz, topsangiz shu pash chaynavoringiz kelib ketadi. G'ing qilaveradi, asabingizga tegib. Shunaqangi erlar ko'payib ketdi. Unutmang, Payg'ambarimiz alayhissalomning bir hadislari bor, unutmang degani, unutmaylik shu hadisda. Pastkash odam xotinini kamsitadi deganlar. Pastkash erkak xotinini kamsitadi deganlar. Sabab Alloh Qur'onda bizni xotinimizni kamsitishga ruxsat bermagan. Ashiruhunna bil ma'ruf degan oyat shu bo'ladi. Ya'ni xotinlaring bilan, ayollaring bilan chiroyli shakli shamoyilda yashaylar degani zulm qilma, urma, qarovsiz qoldirma, diqqat qilma,